Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnoma umumiy ta'lim shahodatnomaning dublikatini olish bo'yicha yuborilgan murojaatni bekor qilishga bag'ishlanadi. Bunda dastlab odatdagidek MyGov.uz ilovasi orqali o'tamiz. Xullas, kirganimizdan so'ng bu yerda yuqorida turgan, demak, 3 ta chiziq orqali arizalarim ustuniga o'tamiz. Xo'sh, xullas ana aynan shu yo'nalishda yuborilgan murojaatimiz yuqorida turibdi. Aynan shu orqali kiramiz. Demak, yuborilgan murojaatimiz jarayonda, demak, yangi bo'lib turibdi. Va bu yerda bizda bekor qilish ustuni eng quyida ko'rinib turibdi. Aynan mana shu bekor qilish ustunini bosish orqali arizani bekor qilish oynasi ochiladi. Demak, shunda biz bekor qildikki, yuborgan murojaatimiz bekor qilindi holatiga o'tadi. Shu o'rinda bir masalani aytib o'tish lozim. Umumiy ta'lim shahodatnoma dublikatini olish bo'yicha murojaat yuborish asosan 2023-yildan oldingi yillarda maktabni tugatgan bitiruvchilar shahodatnoma yo'qotganda, yaroq sola kelganda yoki familiya ismi sharifi o'zgargan hollarda yoki boshqa sabablarga ko'ra, masalan, kuyganda, yozuvlari o'qib bo'lmas darajada o'chib ketgan maqsadlarda bu murojaatni yuborish maqsadga muvofiq bo'ladi. 2023, 24, 25 va undan keyingi yillarda tugatganlar esa bu xizmatdan rasmiylashtirilgan shahodatnomasida ma'lumotlarda xatoliklar sababli murojaat yuborishlari mumkin. Aynan deylik, baholardagi xatolik yoki yozuvlardagi xatoliklarni tuzatish uchun, demak, murojaat yuborishlari mumkin bo'ladi. Boshqa hollarda ular shahodatnomalarini yuklab olish imkoniyati mavjud. U faqat e-shahodatnoma.uz platformasi orqali o'tib, tegishli ma'lumotlarni ustuni to'ldirish orqali amalga oshiriladi. Shunga e'tibor berishlaringiz so'raladi. Fursatdan foydalanib takror aytamiz, biz MyGov.uz platformasidan manba sifatida foydalanamiz. Bundan reklama qilish yoki boshqa biror maqsadlar ko'zlanmagan. Shunchaki fuqarolarimizga oddiy usulda qo'l telefoni yoki kompyuter orqali jarayonni qanday boshqarish mumkinligini ko'rsatamiz. Hurmatli tinglovchilar, biz bilan bo'ling va kelgusida hayotingiz davomida doimiy zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarishni kuzatib boring. Yo'riqnoma foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shuningdek, tanishlarga albatta ulashing. Zero ajabmas bu yo'riqnoma boshqalarga nafi tegib qolsa. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.